Salyut akalar. Qandaysizlar? Salomatmisizlar? Isheringiz og'rimi akalar? O'sha akalar bugungi rolimiz sizlar bilan birlikda yana o'sha kompyuterchamizda Minecraft, ya'ni o'tgan safar kattalashgan yerimiz bor-ku akalar. Bu ikkinchi qismini yozaveramiz. O'tgan birinchi qismimiz yaxshi yillar prosmotr yedi akalar. Shuning uchun men buni ikkinchi qismini chiqargim kelib qoldi. Albatta o'z fikrlar video olsa kommentariyaga yozib, yozib qo'yishim. Mana do'stlar, sizlar bilan har doim legenda o'zbek kanali akalar. Albatta o'z fikrlar kommentariyaga yozib qo'ying akalar. Men Abdushi kutaman. Xullas akalar, mana ko'ryapsizlar, hozir biz bismillah deb kirib olyapmiz akalar. Xullas Minecraftga kirib akalar, hozir yana o'tgan qismimizda ketayotgan joyimizdan davom etamiz akalar. Albatta o'z fikrlar video olsa kommentariyaga yozib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang akalar. Sizlar bilan har doim legenda o'zbek kanali akalar. Shunaqa gaplar akalar. O'zlari nima gaplar, nima yangiliklar bo'lyapti akalar. Kechagi konturdan chiqqan videoni ko'rdinglarmi akalar? Vash dim yomon bo'libdi akalar, bilasizlar-ku. Tog'aylar vash dim yomon, ukanglar vash dim yomon o'tadi akanglar akalar. Xullas dim yomon video chiqarib beraman akalar. Kechagi rolni albatta o'tib ko'ringlar akalar. Chiqdi-yu akalar, konturdan yangi video chiqqan, albatta shuni ko'ringlar akalar. Hozir men to'liq kirib ochgandan keyin videoni yana bir bor qaytaman akalar. Tak akalar. Mana Minecraft olamimiz, bizni olamimizga mana akalar o'tgan qismimiz joyimizga kirib oldik. Mana akalar ko'ryapsizlar, har doim yerlarni kattalashtiryapmiz akalar. Bu uyda akalar ozod beradigan yetcha ko'rib shekilli akalar. Bu yerda akalar mana ko'rib turibsizlar. Endi biz akalar aytganimizdek oldin mayakka kiruvchi o'sha biz va'da berilgan, o'tgan safarga va'da berilgan qo'yxonani qurib olamiz. Birinchi bo'lib akalar, birinchi navbatda shuni qilamiz akalar. Qo'yxona quriladi. Keyin undan keyin boshqa narsalar bo'ladi akalar. Biz hozir shu qo'yxonani qurib olishimiz kerak. Onasining imsin akalar. Bo'lsa shudan bo'lsin va Abdulla Qurbonov bo'lsin deymiz akalar. Qayki bu yerda qo'yxona qurib olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda qani deyman haligi. Tak, to'xtatdilar akalar, to'xtatdilar. Meni yo'qmi akalar? Hop. Hop akalar. Haligi boru rishotka, qani rishotka deyman akalar? Ha? Mana akalar rishotkalar. Tak, bitta olamiz buni, yo'qotamiz, buni yo'qotamiz, buni ham yo'qotamiz, bu ham kerak emas, bu ham kerak emas, bu ham kerak emas akalar. Hop, rishotkani olamiz. Akalar bizga kerakli bo'ladigan narsa eshik bu akalar. Endi qo'yxonalarni qurib olamiz, olcha akalar, qo'yishimiz mumkin bo'ladi akalar biz. Shunaqa, hop. Hop akalar. Mashet qo'yamiz, mashet. Hop, keyin akalar yana masala qanday? Bet eshik. Hop, uydan kattalashib ketmayaptimi? Yo'q, uydan kattalashmayapti, yaxshi akalar. Hop, pappa, ana akalar, qo'yinglar. Bitta tayyor bo'ldi qo'yxona. Yana bu yerda bab qo'y chiqib olmaydi akalar, shuning uchun hech bo'lmaydi bu yerga akalar, mana ko'ryapsizlar. Mana shu holatga qo'yxona bo'ladi akalar. Bu yerda endi akalar hozir biz qo'yni tuxumini topib qo'yishimiz kerak bu akalar, hozir ko'rasizlar. Tak, bu yerda yo'qmi? Bu yerda yo'q. Beylachi, bu yerda ham maydamikin deyman akalar shu. Tak, bu yerda ham yo'q. Tak, hop. Maydan qidiramiz kerak ovqatlanma undan. Tak. Hop, bitta. Tapollar. Hop. Ha, mana akalar. Tak, hozir bu yerda qo'yni tuxumi. Qo'y tuxumi mana bu emasmikan akalar? Tak. Ha, akalar, mana qo'y. Yo'q, qo'y. Voy, onamni emgiri. Bo'ldi akalar. Hozir qo'ylarni bir ikkitasini qo'yib turamiz akalar. Endi ikkita qo'y qo'yamiz xolos. Shunchaki ko'p qo'yib yubormaymiz qo'ydi, chunki kompyuterda qatarishi mumkin akalar. Xo'p, endi akalar biz yerni yana kattalashtirib davom ettiramiz akalar. Yernicha kattaroq qilib akalar, bu yerlarni yerini shu holatga qilamiz akalar. Yernicha maydon kattalashtirishga davom etamiz. Xo'p, ko'ryapsizlar akalar, har doimdek. Keyin akalar oldin bir qator qo'yib yuboramiz hozir akalar buni. Bir ikki qator qo'yib turib, yana bitta kattaroq maydonga yuklamiz akalar. Mashetni qo'yib yuboramiz akalar. Mashet uy solamiz endi akalar, noyob qilib. Keyin yana videodan tashqari ozgina o'ynab akalar, bu yerlar anaqasini kattalashtirib olishimiz mumkin. Hop, bu yerdan to'g'rilaymiz. Ana yaxshi bo'ldi akalar. Endi kattalashtirgandan keyin bu yerda akalar hop, tasha kerak emas. Qo'limiz bo'sh tursin. Endi mana shu yerga kattagina qilib jitellar yashaydigan joy qilib akalar uy qurib olamiz sizlar bilan birlikda. Akalar ko'ryapsizlar mana. Endi akalar biz kattalar qilib belki endi uy solamiz. Mana shu g'ishtdan solishimiz kerak biz akalar. Qani. Hali biz yaxshi ko'rgan. Tosh blokdan qilaylik akalar. Toshdan birinchi tosh olamiz akalar. Keyin tak mana oq g'isht qo'yamiz akalar. Oq g'ishtlarni terib chiqamiz keyin akalar. Shunaqa. Hop, oldin biz mana shu yerga chiroyli qilib uyga solamiz akalar.
Tak, hop. Endi bu akalar jitellar uyi bo'lib, jitellar uyi bo'ladi akalar bu yer. Shunaqa bo'ladi akalar. Shunaqa bo'ladi akalar. Keyin daraxtlarni ham ekib chiqamiz beylarga akalar. Oldin maydonlarni shunaqa kattalashtirib ketaveramiz akalar. Bugun shu uyni quramiz akalar. Hop. Tak, nima qil? 5 minut bo'libdi akalar video. Quramiz akalar. Amallayveramiz. Eplamasak akalar, keyin yo'lga qilamiz. Shunaqa. Tak. Hop, qani akalar. Hop. Albatta akalar, sizlar videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib o'tirishni unutmang akalar. Sizlar bilan har doim Legend Uzbek kanali. Hop, shunaqa akalar. Biz sizlar uchun harakat qilyapmiz. Sizlar biz uchun harakat qilib, like'lar bosib, kanallarimizga obuna bo'lib o'tiringlar akalar. Har doim sizlar uchun biz harakat qilamiz akalar. Aynan akalar, bizda o'zimizda hamma yo'q yaxshi akalar. O'zlari tinch bo'lsa bo'ldi akalar. Xudo xohlasa akalar, mana ko'ryapsizlar. 200 ta obunachiga qarab harakat qilyapmiz biz. Hop, qani. Hop akalar, hop. Hop qani. Hop. Hop akalar, yaxshi akalar. Hop, ana akalar. Ko'zlama akalar, endi biz oq ishlarni tepib chiqamiz past akalar. Hop. Bu ishmas akalar, bu ishmas akalar. Qor bu. Ona endi emmagur. Hop. Bu temir blok qo'yamiz akalar o'rniga. Borsin, maras. Bu qor ekan akalar, bo'lmaydi u. O'ta yumshoq narsa akalar. Yana uydan buzib o'tirmaydi akalar. Tak, uyda old fasadni mashi akalar, mana shu yerda ikki xona qilib ochib qo'yamiz akalar bu yerda. Eshik bo'ladi akalar, eshikni o'rni. Hop akalar, yaxshi akalar, ko'ryapsizlar, mashchi zo'r ketyapti akalar, beylar hali ko'ryapsizlar, yomon ishlar qilishinglar akalar beylarda. Mashchi easy bo'ladi akalar beylar. Sizlar like bosib, qo'llab-quvvatlab tursanglar bo'ldi akalar. Biz yaqin hal qilamiz akalar. Sizlar like bosib, qo'llab-quvvatlab, podpishkadan berib akalar. Hammasini podpishkadan berib tursanglar akalar, to'g'risi biz zo'r qilamiz, beylarimizni qo'yaylik akalar. Shu akalar, biz sizlar uchun harakat qilyapmiz har doim akalar. Shunaqa gaplar akalar. Sizlar uchun sizlarni yaxshi ko'raman akalar, sizlarni sevaman. Men yaxshi ko'raman, sevaman, farqi yo'q akalar. Sizlar bo'lmasa akalar, menga keragi yo'q akalar. Shuncha video tayyorlab, shuncha mehnat qilib keragi yo'q akalar bu narsani. Men sizlar uchun hammasi akalar. Sizlar uchun harakat qilib, shular uchun shunaqa qilib yuribmiz akalar. Biz qanchalik ko'p mehnat qilyapman akalar bu narsalarga. Hamma sizlar uchun akalar, sizlar uchun. Sizlar bo'lmasanglar keragi ham yo'q, menga ham zarur emas akalar. Buni video yozib har kuni chiqarish menga ham zarur emas. Sizlar uchun, like'lar uchun, podpishka uchun, obuna uchun, hammasi shu akalar. Xudo xohlasa akalar, mana shu yaqin kunlarda stream qilishlarni ham rejalashtirib turibman. Alloh nasib qilib qolsa, stream ham qilishimiz mumkin. Sizlar bilan birgalikda akalar biz. Sizlar bilan birga stream ham yoqib boramiz akalar. Xudo xohlasa, nasib men harakat qilyapman. Voy. Hop. Tak, buni nima qilib ishimiz kerak endi mana. Hop, yaxshi akalar. Hop, qani. To'g'rilaymiz, qo'yamiz. Eski qo'yamiz akalar, eski. 8 minut bo'libdi, video yaxshi. Ko'ramiz akalar, hammasini ko'rib chiqamiz akalar. Bizni bilasizlar akalar, Gabriel El Macho deyishadi akalar. Hayot egamni ikkinchisiman akalar, ya'ni Fezotni o'zimga ustoz deb bilaman akalar. Hayot egam mening ustozim hisoblanadi. Shu akalar. Tak, mana shu yerdan bitta deraza ochsak, akalar, keyin maytdan bitta deraza ochsak, qanday bo'ladi? Qanaqa bo'ladi? Motomoncha katta qilib qo'yib biz mayni shu akalar. Bu yerdan bitta deraza ochsamiz, hop. Buni to'g'risiga yana bitta deraza ochamiz akalar. To'g'ri bo'ldimi? Yo'q akalar, to'g'ri bo'lmadi shu yerda. Mana shu tomongachi. Ana endi to'g'ri bo'ldi akalar. Endi bu yerga akalar ikkita deraza ochib qo'yamiz. Ana akalar. Uyimisan uyda akalar, uyda bu akalar, ko'ryapsizlarmi? Voy. Uy bo'ladi, shunaqa akalar, ko'ryapsizlarmi? Dim yomon bo'ladi. Temirdan yasayapmiz endi bu akalar. Şey bo'ladi, uy bo'ladi akalar bu. Shunaqa. Uyda shu uy. Akalar, ko'ryapsizlarmi? Loyla. Mana bu tomonga qo'yxona bo'ldi. Endi qo'yxona ham sekin akalar rivojlantiramiz. Tovuqlar qilib akalar. Shunaqa qiladi. Takmoq eshigigacha mendan suramiz kerak akalar. Endichi. Hoppa akalar, uyni zo'r bo'ldi. Top endi akalar tomini yopib olishimiz kerak. Tomini qanaqa blok yopamiz akalar? Tomi yog'och blokdan bo'lsin. Yog'och blok bo'ladi akalar, tomi yog'och blok bo'ladi.
Tak, qayerda aka tomni. Maslahat shunaqa olib aka, chunki tomida ko'p joy qoladi aka. Keyingi rolikka 3 burchak qilib tomini chiqaramiz aka. Hop, qani. Tomni 3 burchak qilib qo'yamiz aka keyingi rolikka. Shunaqa bo'ladi aka. Anaqa bizda shunaqa gaplar aka. O'zlari nima gaplar? Yangiliklar nima yangilik ketyapti aka? Где, как, почему, когда, zachем. Bizdan so'rasanglar bizda hammasi yaxshi aka. Xudoga shukr qilib biz yuribmiz-da, yaqatashab aka. Xudoga shukr qilib. Tak. Hammasi mana sizlar uchun boshi shuncha harakat, shuncha anaqa aka. Mana aka xudo ursa mana bugun oktyabrda oxirgi kuni 31 oktyabr. Endi menda 29, sizlar 31 oktyabr aka. Halloween bayrami nishonlanadi qaysi davlatda aka 31 oktyabrda. Halloween bayrami nishonlanadi aka. Shunaqa bo'ladi. Menda 27 oktyabr kompyuter kuzatgan bo'lsa kerak 27 oktyabr deb. Tak aka shunaqa mana ko'ringlar. Shu soat bo'ldi akalar mana. Bizda endi uxlab turishimiz kerak. Hop. Uxlab chiqaylik akalar, keyin yag'in hal bo'ladi akalar. Baramay maras. Tak, shunaqa gaplar akalar. O'zlar charchamasanglar bo'ldi akalar. Hammasi yaxshi bo'ladi akalar. Hop, qani. Nimaga kuzatishlar qilasizlar? Onamni emgir. Qo'qitib barding maras. Qo'qitib bording eshak, onangni emmagir. Akalar ovoziga yetolmaylar. Tak ko'ringlar mana akalar. Shunaqa bo'ldi uyimiz. To'g'risi akalar buni keyingi yo'lga akalar endi men kirib buni to'g'rilashim ham mumkin. Endi o'ynayman, baribir o'ynab buni to'g'rilashim mumkin akalar. Keyin yo'lga qoladi akalar buni qolgan qismi. Ko'rdinglar, bugun shu ishlarni amalga oshirdik. Xudo ursa endi akalar beylarni yana kattalashtirib, maylarni yana kattalashtirib, uzoqlashtirib akalar shu tomonga qarab ketaveramiz. Anaqa akalar. Albatta videoroligimiz sizlarga yoqqan bo'lsa like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Sizlar bilan har doim Legenda O'zbek kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat akalar. Joningiz sog' bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'raman. Xudo ursa akalar bu video 31 oktyabr soat 13:00 premyera bo'ladi akalar. Shunaqa. Salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmanglar akalar. Xayr, salomat bo'linglar. Joningiz sog' bo'lsin.